bilganimcha o'sha Xitoyda Argentina, Urugvay jamoalar bo'larkan, bizni ham taklif qilayotgandek bo'lishyapti. Uni o'zi nüanslari gaplashilyapti. Hali oxirigacha umuman yetkazilmagan. Bir 90%, 80% bu narsa ehtimoli bor. Buni aniq bo'lgandan keyin albatta futbol federatsiya o'sha assotsiatsiya albatta saytida chiqaradi. Paka shunaqa gap bor. Yo'q emas. Qanchalik bu o'xshaydi yoki bo'ladi, bu hali noma'lum. Yaqin kunlarda buni aniq bo'ladi. Tushunarli. Dekabrda Vengriya, mart oyida esa Bolgariya va Slovakiya bilan o'rtoqlik o'yini o'tkazilishi mumkinligi haqida ham xabarlar tarqalgan ekan. Bu ham uni men eshitmadim. Xabarim yo'q, endi bilmadim. Qayerdan tarqalyapti. Bular hammasi albatta protsessda bo'layotgan narsalar bo'lishi mumkin. O'shaning uchun по-любому o'sha xalqaro bo'limi bizga taqdim qiladi. Mana shunaqa soperniklar bor.